Bakın İslam'ı ki. Bakın İslam'ı ki. Bugün aşkı nereye hocam? İstanbul. Kesler. Çakırıyandan ki koyamaz başka tarihte çakırayım. Öyle yazıyorsun. O yerde birinci bölümde aşkı nereye var? Uyatsız. Kaç aşkı geldi? Suman saçlaştırıyor. Сколько раз делал? Hocam kelin bo'lgandan beri o'zingiz bir marta ham ishmagansiz, diabetni запомнил. Xullas, kelin bo'lib tushganimdan beri bir marta ham oyijonimlar osh damlamaganlar. Ya'ni men bularni osh qilishni bilmaydilar deb o'ylardim. Shuning uchun bugun osh qilaman deslar, hammamizdan ko'zimiz chiqib ketdi. Erim ham mazalab qochib qoldi, onam osh qilar ekanlar. Yorim ovqat qilishga usta bo'lganlari uchun onalariga o'rgatib turmoqchi edilar. O'zimdan bitta joyim aqllilik qilmagin deb haydab bordilar. Storiesda bugun uyimizda 10 yilda birinchi marta nima bo'lyapti deb yozsam, ba'zilar qaynanangizga sovchi kutyapsiz deyishdi, ba'zilar endi osh qilyapsiz deyishdi, ba'zilar eringiz endi osh qilyapti dedilar. Yo'q, birinchi marta oyijonim osh qilyapti. Istoriyamni ko'rib qayinsinimam srazu telefon qildi. Yordamchi kasal bo'lib qoldimi? Kelin uyga ketib qoldimi yoki ovqatlanishga pulingiz qolmadimi deb hayron qoldi. U ham oyijon birinchi marta osh qilayotganlariga. 10 yil kutilgan osh yeyish nasib qilmabdi, chunki qaynona kelin ikkalamiz Noila Usmonovani pokazlariga ketib bordik. Psixolog sifatida ayta olamanki, o'zingizdagi ayollik sifatlarini namoyon etmaguningizcha hayotingizda erkak paydo bo'lmas ekan.